Assalomu alaykum, Sho'xtil obunachilar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan yana birisini ko'rsatamiz. Bu hovli joy Ray Centerda joylashgan. Polni pod ключ. To'g'ri girib, yashidog'in, elitni etib remont etilgan, qurilgan. Shu sotiladi ekan, shuni sizlarga ichki tashqi qismidan ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Bir adresini aytadigan bo'lsak, yana imanda toza Shavat yo'li, ish yerda Ray Center buyum bozorining перекресткасы bor. Poskayni. Şunu yandan girib kelsangizda el yo'qdan bor ekan, shuni oldindan girib, ko'cha bo'yina shunisidan uzinasına birini ko'p ko'rsatganmiz, boshqa joylarni. Shu yerda birinchi hovli joy sotiladi ekan, 2 etajli, shuni sizlarga ichki tashqi qismidan ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Oldilari polni fasadlari travertin etilgan, yana ikki yon taraf ham kamera nablюдениялari hammasi bor. Internetlara ulanib turibdi. Giraverishda yana demir eshik oynalı gullatib ishlangan. Shestigranni yana prixoshkasi bor. Polni pod ключ axirang, shunda to'g'ri girib yashayveradi. Aha. Tak, umonliklari hammasini zo'r xillardan qo'yilgan ekan. Eldilarni mana kafelar ham taxlatib, topli pollarni bosib qo'yibdilar. Bir yashash uchun shunday deb zo'tilgan ekan. Egalari o'zlari uchun dit bilan yasaganlar. Necha kvadrat bir? 180 kvadrat. Giraverishda katta hol, yana ikkinchi etajgacha patolog, chiroyli bo'lib chiqqan, ishlangan. Chap tarafida zali bor, yaxshi olan zal, yana postavkalarni ham mebelni etib, oxirgi dizayndagi ishlarni qilibdilar yana. Televizorlar ham yaxshilaridan qo'yganlar, zallar ham, döşovlar. Yana bu döşovlarınız yetami ya, şu duruşda qalarmı bu? Oho. Polni servis ku bu. 100% doğru girib yashayverasizlar yana. Ko'rpacha döşeklar amali ishlatilmagan ekan. Planlari o'zgaribdi, shuning uchun sotchak ekanlar birini. Bo'lmasa sotish niyati yo'q dedi. Perdelar ham yaxshilaridan qo'yibdilar yana. Yuqori dit bilan ishlatilgan. Bir yerda yana radiator bordim, issiq qo'yibdilar. Uyda yosh bola bor ekan, yaxshilan issiqqina bo'lib turibdi. Lustralar ham yaxshilaridan qo'yganlar, patologlari, gipsokardonlar ham akkuratni ishlangan. Ustalar ham yaxshi ishlagan bu yerni. Qimmat ustalar ishlagan bo'lsa kerak. Tak, bu yerda yana konditsioneri bor. Zal uchun geyan mehmonni to'g'ri kirzaverasizlar, qo'lni yudirib. Eshiklar ham yana yaxshi xilisidan qo'yilgan, o'sha geyanlaringizdan ko'rinib turibdi hamma narsa. Dashi yana buralarcha qo'yganlar. Bu obishni sotadiganchilarda bunday narsalarni qo'ymaydilar, joychilar. 85lik televizor qo'yibdilar yana. 4K ko'rsatib turibdi. Teyin ham mebellarni ishlatganlar. Hammasi shu yashash uchun zo'tilgan ekan-da, o'zingiz remont ettirdingizmi bu yerni? Yana dash zinalar ham qimmat variantdan etganlar, zigzag etib chiqarilgan, bu qimmat yuriydi. Bu yerda polni birinchi etajda ish yo'llar meri topli pol qizib turibdi. To'g'rida sanuzeli bor. Yana sanuzelni ham qo'shirayotib, oxirgi variantda ishlatibdilar. Umonliklar, как положено hamma narsalari bor. Shu ko'rib turgan narsalaringiz qoladi ekan. Eshiklar ham yana yaxshisidan ishlanib turibdi. Bu yerda birinchi etajda kichkina shunday spalnisi bor. 180 kvadrat bo'lsam, keng mo'l qopdi, akkuratni ishlaganlar. Remontlarni. Kuxnyani mebelini ham patologgacha ishlabdilar yana. Kirmashillar, xolodilniklar qoladi, yana xolodilniklar ham ulluq xilisidan qo'yibdilar. Vitishkalar bor. Stroyni gaz plitalar bor. Gaz, svet, suv bor, Gaz, svet, suv bor. Yanında bağını ham taxlatdilar. Voy, burchatkalarni qo'yib, ayami mehr berib ishlatdilar adam birini. Keng mo'lg'an ekan. Пожарный ход ham bor, запасной ход. Tapcham bor. Bu yerda xalasanızlar bir barbekü zona etib bersangizlar, bir mushta tamom bir zo'r bo'ladi ish yerda, yana shashlik pishirib, lazzatli o'tirsa bo'ladi. Bu yer ham bir xalasanızlar, quri bir naves ekamiz bo'lg'ani. Ataq shunda ham qo'ysa bo'laradi. Yaxshi, bu yerda yana hamma yeri topli pol. Mana endi ikkinchi etajdan chiqib ko'ramiz. Shunda birinchi etajda bir spalni bor, sanuzel, kuxnya, zal va katta hol.
Yani ugalok divarlar ham yaxshisini qo'yganlar. Bu yer yashash uchun zo'tilgan hamma yeri. Remontidan umuman gap yo'q. Zinalarni, damirlarni ham qo'yib chiqqanlar, sundikmaslik uchun g'ala döşalib turibdi. Xo'sh, ikkinchi etajdan chiqadigan bo'lsak, ikkinchi etajda 2 spalnisi bor, 1 zali bor. Tak, zalni ko'ramiz. Освещениялар ham yaxshi berganlar, to'g'ri berganlar освещенияларni. Hamma yeri yoqti bo'lib turibdi. Biralarcha o'ttirib, taxlab qo'ydilar. Buralar ham dit bilan o'ylab chiqaribdilar. Yaxshi gap yo'q. Tak, bu yerda televizor yo'q ekan. Endi o'zlaringizga qarab qo'yaverasizlar televizorlarni. Yana ustar kursilari ikkinchi etajda. Xalasanızlar, yani üstler kürsüli. Mehman çakırasızlar, xalasanızlar. Xan taxtada oturadi o mehmanlar, pəstə oturardı. Oho, ikinci etajdan sanuzel baku. Yine o, VIP ekan özəm axır. VIP sanuzel. Yani şunun görünüşdə patoloqaça. Hey, birini yasabdılar ekin, bunu almasanızlar bu muydu? Her gün hem çıkavermiydi bunun. Havlucayla. Spalnini taxlabdılar lekin. Bunu minnesini aylantirib bersa, tayyor bo'lib turaveradi ekan. Televizor joyi ma'lum, bir televizor qo'yib bersa, ajoyib bo'lib turaveradi. Ikkinchi etajdan polla laminat etilgan. Tak, bir взрослый spalni. VIP spalni, o'zida yana sanuzeli bor. Spalnining içinde qo'yilgan bu sanuzel. Ayna chiroyli bo'lib ishlanib turibdi. Tak, bu yerda детский spalni. İkinci etajda 2 spalnisi bor, 1 zali bor. Bu детский spalnisi. Ve balkonu bor bu yan tarafda yana. Trenajörünüz qala mı? Trenajör ketadi ekan. Balkon ham yaxshi. O, slip ham qo'yib beribdilar yana bu yerga. Yaxshi. Yo'q, haqiqatdan ham joy umuman gap yo'q, yashash uchun qurilgan. Remontlar ham yashash uchun min zo'tilgan yana. Voy yana. Erganaklar ham, perilasini ham yaxshatib ishlabdilar. Umuman görünüşe gap yo'q. Yaxshi rasxod ketgan beri. 180 kvadratda deysiz bu uyni. Bog'lari ham meri bilan. Necha so'm deysiz? 100 ming. 100 ming dollar, ang? Sizlarda joy almashtirish, mashina almashtirish degan variantlar bormi? Yetmayan bitta durladi ekan. 100 ming dollarda turibdilar. 10 pastgina ikkalasizlardan to'g'ri yana girib o'tiraverasizlar. Shu kamerada ko'rinib turgan vajlar qoladi, shaxsiy vajlaringiz ketadi axir. Üstler kursi, ugaloklar qoladi. Hamma narsa qoladi. Hech qanday yana qisinib, usta ishlatib, qarab bo'lib yurmaysizlar men deyin. Elektriklar undatdi, mundatdi deb kalla orqatib yurmaysizlar. Hamma narsasi kalla orqalari sizlar uchun bajarilgan. To'g'ri girish kerakdan baxtli hayot kechirish kerak bu yerda. Dumzo'ratib ishlabdilar, yashash uchun taxlabdilar. 100 ming dollar deb turibdilar. Qaytib berasiz axirang? Yana qaytamon bor deydi bitta. Lekin hisob kitob ataverasizlar o'zlaringiz, undan ko'proq pul chiqqan deb turibdilar. Arziydi, pulini to'liq arziydi. Kelib ko'rsangizlar o'zlari gelişib beradilar. Ma'lum bo'lib turibdi. Yana kameralar ham ichan tarafdan kamera o'rnatib qo'ydilar daji. Bu yanda televizorning arkasında Wi-Fi'lar turibdi yana hammasi. Taxt bo'lib. Telefon nomeringizni aytib bering endi. 33 063 44 44. Yana shu nomerga telefon urib sodalashib olaverasizlar. 2 sanuzeli bor, общий 3 spalni, 2 zal, 1 kuxnya, arkasında bog'i bor. Oldinda mashina qo'ysanizlar ham bo'laveradi. Adresi shu
39 kollejni Ray Center'dagi shuni orqasida shu yerda joylashgan bo'lib turibdi endi bu. Sharam 2 minutda 3 minutda kirib turaverasizlar. Adresini yana bir ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Yana bu yerda Elite House qurgan domlar, Qizil dom, Shavot tarafdan kelaverishlaringizda shu yerda yana Bol idora. Shundan keladigan bo'lsangizlar bu yerda Ray Center buyum bozorining svitofori. Shunga yetmin, yana korpuslar bor, yana 2 dona. Shu yerdan ko'chadan kirib kelsangizda uzinasına qurilgan kottejliklar bor. Shu yerda birinchi hovli joy sotiladi. 39 kollej shu yerda joylashgan, shuni orqa qismida joylashib turibdi hovli joylarimiz.